Landshaft konsepsiyadan boshlanadi va biz hozir London turar joy majmuasidamiz. Biz bu yerni 3 yil ilgari buyurtmachiga 20 kunda qilib topshirganmiz. Turar joy majmuasi neoklassik uslubda qurilgan va ana shu imoratga mos landshaft yaratish kerak edi. Ajratilgan joy u qadar katta emas va biz bu yerda har bir qarich yerdan to'g'ri foydalangan holda ajoyib landshaftning konsepsiyasini yaratdik. Va men ana shu rolikda bu yerda qilingan ishlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Odatda Londonda Yevropacha regular uslubda bog'lar yaratiladi. Agarda ana shunday neoklassika va klassika uslubdagi imoratlar haqida gap ketganda, aynan ana shunday bog'lar quriladi. Lekin biz bu yerda nafaqat neoklassikani, balki tabiiylikni ham berish uchun yangi bir konsepsiya ishlab chiqarib, ana shu yerga tatbiq qildik. Buni hozir o'zingiz ko'rib, baho berishingiz ham mumkin. Mening ismim Ruslanbek Jomboyev va bu Bahor gullari kanali. Biz sizni bog'ning bir chetidan hududma-hudud va u yerda ekilgan daraxtlar bilan tanishtirib boramiz. Bu yer xuddi London shahriga o'xshaydi. Ana shu yerda ham tosh yo'laklar va ko'plab gazon ekilgan. Chunki Londonga borganlar buni yaxshi bilishadi. U yerning ko'chalari ham ana shunday tosh yo'laklardan va beqiyos, bepoyon keng ana shunday gazonlardan boshlanadi. Endi sizni bog'ning chetidagi hududga taklif qilamiz va bu yerda mana ikkita sharovidniy boks ekilgan. Ularning ostida esa gazon. O'ng qo'limizda ana shunday chiroyli lipa daraxti. Bu daraxtimiz yaqinda gullashdan to'xtadi, lekin gullash mavsumida bu daraxtning ifori hattoki anavi 11-qavatgacha ham yetib borgan. Menga buni hozir ana shu yerda yashaydiganlar o'zlari aytishdi. Hududning o'rtasida ikkita chiroyli Yevropadan keltirilgan oq qayin daraxtlari va ularning ostida yapon speriyasi hozirgi paytda gullab turibdi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Nihoyatda chiroyli buta. Ana shu hududimiz hovuz hududi bilan birlashib ketadi va bu yerga ham chiroyli oq qayin daraxti ekilgan. Ularning ostida esa soya joyini yaxshi ko'radigan va namlikni yaxshi ko'radigan lavriya vishnya butasi. Bu butamiz ham ana shu joyga nihoyatda yarashgan va buning bir qismi u tomonga ham o'tkazilgan. Buni hozir u tomonni ham ko'rsatamiz. Va mana bu o'simlikka bir qarang. Bu o'simligimizni ko'pchilik bilishmaydi. Bu go'zal, chiroyli va qomatli grab daraxti. Bu o'simligimizni nafaqat tanasi qarang, choko rangida, tanasi nihoyatda chiroyli, tekis. Uning barglari ham ajoyib shaklda bo'ladi. Birinchi hududimiz hovuz hududi, asta-sekin mana bu kichik va yarim aylana shakldagi hududga o'tgan va bu yerda mana shunday chiroyli sharsmon lavriya vishnya o'simligi ekilgan. Ko'z ko'rib turibsiz, holati juda ham zo'r. Oyoqlarim ostida har doimgidek tekis, yumshoq va chiroyli gazon ekilgan. Agar sizlarga shunaqa gazon kerak bo'lsa, biz bilan bog'laninglar. Mana asta-sekinlik bilan bu hududimizni obzorini tugatyapmiz va ana shu joyda chiroyli magnoliyaga to'qnash keldik. Bu gulimiz Italiyadan keltirilgan, barglari nihoyatda qalin, chiroyli va gulining ifori ham nihoyatda go'zal o'simlik. Bu gulimiz yozi bilan ochilib turadi. Hech qaysi ingliz bog'ini ana shunday chiroyli va aromatli atirgulsiz tasavvur ham qilib bo'lmaydi va ana shu kichkinagina hududga o'zimizni atirgullarini ekib qo'yganmiz. Hududimizning ana shu yerida nihoyatda sekin o'sadigan Atlantika kedri ekilgan va bu o'simligimiz ishonavering hali yana 5-6 yilgacha ana shunday ko'rinishda qolaveradi. Hozir chap qo'ldagi hududimizning obzorini tugatib, mana o'ng tomonga ham o'tib kelyapmiz va bu yerda ham magnoliya va bir-biridan chiroyli rangdagi atirgullar ekib qo'yilgan. Bog'imizning bu qismi narigisiga qaraganda ancha katta va o'simlik turlari ham bu yerda ko'proq ishlatilgan. Ahamiyat bersangiz, mana bu yerda oddiy butasmon atirgullardan tashqari ana shunday shtampda o'stirilgan ajoyib David Osten atirgullari ekilgan va
mana bunisiga ahamiyat bering. Bu atirgulimizning shtampi deyarli daraxtga bo'lib ketgan novdasi. Qalligini ko'rdinglarmi? Mana shu 3 yilda ana shunday holatga kelgan. Va ana shunday go'zallikni ko'rsatib turish uchun bog' yoritgich uskunasi ham o'rnatilgan. Bu shtampda o'stirilgan atirgulimiz ham nihoyatda tanasi baquvvat. Mana rangi ham nihoyatda chiroyli, ko'ribsizlar. Yaxshi hut bo'lgan. Agarda sizlar ham o'zingizlarning shtampdagi atirgullarni yaxshi parvarish qilsangiz, ana shu holatda bo'ladi va gullari ham yirik, ifori ham nihoyatda chiroyli. Buni kamera yetkazib bera olmaydi. Bir o'zingizlar ko'rib kelib ketsanglar ham bo'ladi. Bog'ning ana shunday bir chetiga atirgullar oldiga ana shunday hind sireni ekilgan. Bu hind sireni ham ajoyib pushti rang tusda va afsuski hind sirenini umuman ifori bo'lmaydi. Odatda inglizlar bog' yaratayotganda ularda dikий sad degan qismi bo'ladi va o'sha dikий sadda demak yovvoyi bog' deymizmi? O'sha yerda bu qisqa kichkina joylar bo'ladi va ana shunday tabiiy ko'rinishga ega oddiy o'simliklar ekiladi. Bu yerda masalan chiroyli iforli длиннолистная mята ekilgan. Bu o'simligimiz ham nihoyatda chiroyli va ifori ham zo'r. Uni o'rtasida kontrast uchun ana shunday oranjovoy rangda gelenium o'simligi ekib qo'yilgan. Mana endi bog'imizning markaziy qismiga ham yetib kelyapmiz va bu yerda aylanasiga 14 ta zyochta magnoliya o'simligi ekilgan. Bu o'simligimiz nihoyatda chiroyli bo'lib, martning boshlarida hali barglari chiqmasdanoq gullashga boshlaydi va har bir o'simlik yuzlab mayda yulduzlar kabi gullar bilan qoplanadi. Qiziq bo'lsa, bu magnoliyamizni boshqa sorti ham bor. Bu Sulanja sorti va uni guli odatda lolaga yoki lileynikning guliga o'xshaydi va gullari yirik va barglari ham yirikroq bo'ladi. Bog'imizning o'rtasiga ana shunday 3 ta bir-biriga umuman o'xshamagan daraxtlar ekilgan. Chap tomonimda ana shunday chiroyli, badani oppoq, barglari esa och yashil rangdagi oq qayin daraxti. Bu daraxtimizni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Bu kulrang yel va qomati, shoxlari o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Nihoyatda shu joyga yarashgan. Endi bog'imizning bu yeriga o'tamiz va bu yerda ana shunday chiroyli baquvvat sliva pisardia daraxti ekilgan. Nima deysizlar? Ana shu yerda kontrast bormi? Mana bu qip-qizil, kulrang голубой va ana shu yerda och yashil rangdagi oq qayin daraxti. Kommentariyalarda yozib qoldik. Bog'imizda aylana bo'ylab ana shunday chiroyli, shtambi ham baquvvat, yaxshi parvarishlangan Arizonika kiparisi ekilgan. Bu o'simligimiz shtampda va sharsimon. O'ylab o'tiribsizlar, holati nihoyatda chiroyli va bu daraxtimizga yaxshi parvarish berilgan. Va ana shu yerdagi kompozitsiyani chiroyli tusdagi sharsimon Fatiniya o'simligi, shakli ham zo'r, parvarishi ham zo'r. Ha, aytmoqchi, sizning ham fatinalaringiz ana shunday chiroyli ko'rinishda bo'lishini istasangiz, albatta bizga murojaat qiling va biz sizning o'simligingizni ana shunday ko'rinishga keltirib beramiz. Bog'imizning u tomonini ana shu yerda yakunlash uchun bu yerga ham lavravishni ekilgan. Bu o'simligimizga tez shakl berib turilganda nihoyatda chiroyli tusda bo'ladi. Bu yerda esa yapon spireyasi mana gullab turibdi, to'q pushti rangda va bu yerda ham spireya va bu spireyaning arguta turi. Ularning bargi mayda va chiroyli bo'ladi. Yangi chiqargan barglari esa och yashil rangda bo'ladi. Bog'imizning bu qismidagi yakuniy element sifatida bu yerga ham ana shunday go'zal pushti rang hind sireni ekilgan va bu o'simligimiz butasimonlar oilasiga kiradi. Endi bog'imizni o'rta qismiga o'tamiz va bu yerni mana shunday kalinovidniy puzыреплодник o'simligi egallagan bu joyimizni va bu o'simligimizni barglari nihoyatda chiroyli, to'q qizil, och sariq, g'ishrang, umuman tengi yo'q o'simlik va ana shu yerga yarashib turibdi deb o'ylaymiz. Bu yerda ham ana shunday kalinovidniy puzыреплодник ekilgan va bularning ikkisini o'rtasida
go'zal va chiroyli lavra vishnadan ana shunday chiroyli devor yaratilgan. 1 2 bargini kattaligi 2 qarich. Bu daraxtimiz katalpa bo'lib, nihoyatda chiroyli va tez soyaga kiradi. Va bu o'simligimiz hozir taxminan 7-8 yoshda biz bu daraxtni 3 yil oldin ekkanmiz va bular kichikroq edi. Bilasizmi? Ana shu o'simligimiz sotishdan oldin kamida 3 yil, 4 yil konteynerda o'stiriladi. Va baquvvat holga kirgandan keyin, ildizlar rivojlangandan keyingina sotuvga chiqariladi. Ana shunda shu o'simliklarimiz tez o'sib, tez soyaga kiradi. Bog'imizning bu qismida ham ana shunday chiroyli va baquvvat arizonika kiparislari shtammda o'stirilgan, ishlatilgan va bu tomon yo'lak uzunroq bo'lgani uchun bu yerda ular soni 5 ta va u tomonda esa 3 ta. Yana bog'imizning bu qismida knijnaya tuya ekilgan, bo'yi basini ko'rib turibsiz. Bu o'simligimiz ham kamida 6-7 yillik o'simlik va ifori ham mana bunday. Bog'imizning ana shu maydoni ochiq bo'lishi va quruq bo'lishi kerak emas edi. Shuning uchun bu yerda biz bo'yi past o'simliklarni ishlatdik va bu yerda yastanib o'suvchi Juniperus можжевельника ekilgan va holati nihoyatda chiroyli turibdi. Endi men sizga bog'ni bu yerga o'tishni so'rayman va bu yerda Fatinia o'simliklari ekilgan, lekin bular sharsimon shaklda emas. Bog'imizning mazkur hududini ana shunday shtampda o'stirilgan chiroyli atirgullar va buta-simon atirgullar bilan yakunlangan. Bularning ham holati nihoyatda zo'r, ifori ham chiroyli. Endi bog'imizning eng katta qismiga o'tamiz. Bog'imizning bu qismi ham har doimgidek atirgullardan boshlangan va bu atirgul duet osindan bo'lib pionovidniy roza hisoblanadi va ana shu yerga nihoyatda chiroyli bezak bag'ishlab turibdi. Bog'imizning bir qismining ikki tomonida klon palmatum ekilgan. Bu o'simliklarimiz multishtampda va bu yerga bejizdan ekilmagan. Hozir aytib beraman nima uchun. Binoning u tomoniga ana shu yerdan qaralganda bu o'simlik nihoyatda katta, chiroyli hashamat bag'ishlab turadi. Ana shuning uchun ham bu o'simligimiz faqat ko'rinadigan yakkaxon tartibda, yakkaxon o'simlik sifatida ekiladi. Odatda landshaft yaratilayotganida pastdan tepaga qarab chiqib ketiladi. Bu yerda gazon, jimilist va mana bu chiroyli nanjin o'simligi. Bu o'simligimiz hali yana o'sadi va chiroyli qip-qizil o'simlikka aylanadi. Va bu o'simligimizni mana bu jimilist to'sib qo'yish kerak emas. Endi bog'ning asosiy bezagiga o'tamiz. Bu metelchitaya gortenziya. Badani nihoyatda qattiq, gullagandan keyin gulning og'ridan bu o'simliklarimiz egilib ketmaydi. Chunki bu o'simliklarimiz yaxshi parvarish qilingan va sortlari ham nihoyatda yaxshi. Gullari katta, chiroyli va hali kech kuzgacha ana shunday tusda bo'ladi. Endi oppoq go'zal gortenziyamizni shundoqqina yoniga kalinovidnaya puzareplodnik o'simligi ekilgan. Bu o'simligimiz undan o'zining yorqin ana shunday deyarli qora barglari va ana shunday to'q qizil rangdagi gullari bilan ajralib turadi va shu yerda ajoyib chiroyli kontrast yaratib turishadi. Bu bog'imizda yaratilgan haqiqiy tirik haykal desa ham bo'ladi. Bu go'zal o'simligimizning nomi Skumpia va bu o'simligimizni qari barglari ana shunday to'q yashil, undan yoshroqlari och yashil va eng yosh barglari ana shunday yorqin qizil bo'ladi. Bu o'simligimiz o'z-o'zidan ana shunday chiroyli ko'rinishga kelib qolmagan va bu uchun 3 yil parvarish xizmatlari ishlatilgan. Skumpiyamiz atrofida jimilist yastanib yotibdi, uning yonida esa kalinovidnaya puzareplodnik va uning ostida esa Ionimus brava ekilgan. Bu nihoyatda qisqa qilib doimo kesib boriladi. Mana bu yerda esa kompozitsiyani go'zal va chiroyli metelchitaya gortenziya tugatgan. Bog'imizning yakuniga ham yetib kelyapmiz. Mana bu yerda ikkita sharsimon Fatinia o'simligi, bu yerda ikkita можжевельник va har doimgidek va ingliz bog'laridek
atirgullar bilan yakunladik. Uyimiz ana shunday G shaklida qurilgan bo'lib, fasad bo'yicha 8 ta lipa daraxti, 2 ta barbaris, 8 ta ana shunday arizonika kiparislari, shtampda o'stirilgan sharsimon va ana bu yerda esa multishtamp skumpiya ekilgan. Mana biz turar joy majmuasining hovlisida yaratilgan landshaft qismini tanishtirib bo'ldik va endi ko'chasiga chiqamiz. Bu yerda hammasi oddiygina bir qator qilib, chiroyli qilib arizonika kiparislari ekilgan, lekin bu ham maqsadli qilingan. Chunki bu chiroyli va go'zal arizonika kiparislarimiz majmua hududini ko'chadan ajratib turibdi. Bu joyimiz asosan avtomobillar uchun turargoh hisoblanadi va bu yerda yarim aylana shaklida bir qator qilib arizonika kiparislari ekilgan va ular ana shu joyni shahar shovqini va changdan asrab turibdi va bu maqsadga ana shu yerda erishilgan. Endi fasadimiz chiroyli, go'zal va ana shu joylar salqin bo'lishi uchun ana go'zaldan go'zal Robinia psevdoakatsiya ekilgan. Va bular rostdan ham mana 3 yilda katta holga kelib, mana hozir soyaga butunlay kirib bo'lishgan. Ularning ostida esa har doimgidek atirgul va fatiniya o'simligi ekilgan. Bugun biz sizni 3 yil ilgari London turar joy majmuasi hududida yaratilgan bog' bilan tanishtirib o'tdik, holatini ham ko'rsatdik. Sizga ham ana shunday chiroyli bog' kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning va biz sizning hududingizda ana shunday chiroyli bog' yaratib beramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like va obuna bo'lishni ham unutmang.